Şinjanның zadi qanchalik qaltisligini bilamsiz? Ko'lami eng cho'ng bu o'lkaning vatimiz uchun to'kisining qanchalik cho'ngligini bilamsiz? Hammaylar Şinjanni cho'ng deydi. Az qoldi mol sapamigini. Davlatimiz yer ko'lamining oldidan birini egallagan Şinjan 16 Koreyaning, 7 Italiyaning, 4 Yaponiyaning yer ko'lami bilan teng. Agar davlatimizda Şinjan bo'lmasa 30% neft azlab ketib, may bahası o'sib ketadi. Mashinani haydayolmasligingiz mumkin. Agar Şinjan bo'lmasa par isinish taslashib ketadi. Chunki Şinjanning ko'mir kan zapisi miqdori davlatimiz umum zapisining 40%ni egallaydi. Boyliq ko'p, zimini cho'ng bo'lib qolmay, bag'rimi nihoyat keng. Egizligi bilan o'ymanlik farqi eng cho'ng. Eng egiz yeri 8600 metrlik cho'g'ir cho'qqisi, eng tuvan -150 metrlik turfan o'ymanligi bor. Farqi 8800 metrga yetadi. Odatdagi o'pkisi g'imchanligi bilan Şinjanda yashash mumkin emas. Şinjanning tabiiy manzarasi hech qanday davlatdan qilishmaydi. Dunyodagi 7 cho'ng tog'ning 3si Şinjanda bo'lib, Altay tog'i, Ko'lin tog'i, Tangritog' bu makonni tutmas tugmas boylik va ozuqlik bilan ta'minlagan. Şinjanda davlatimizga eng go'zal yaylaq Qarajin yaylaqi, davlatimizga eng cho'ng qumliq Taklimakon qumliqi bor, eng cho'ng o'ymonliq Tarim o'ymonliqi bor. Dunyodagi eng go'zal ko'llarning biri Qanas ko'limi bor. Dunyoning qo'liqi deb nom bor Halokat dengizi, Lotlar odamsiz rayoni bor. Yer sharidagi eng cho'ng tabiiy palaklar vasi, Atish palaklar vasi bor. Dunyodagi eng cho'ng shaytonkarash Qarmay Alvas shahri bor. Har bir o'chim to'kismi tarixning qoldirgan yaldamisi. Şinjanning bundaq hikoyalari nihoyat ko'p. So'zlab tugitish tez. Tarixdagi ulug' shaxs jamchan yurish qilgan g'arbiy yurt dal Şinjan. G'arb sayohat tilga ilingan joylarmi Şinjanda bor. Masalan, davlatimizga eng issiq joy Turfanning yozdagi temperaturasi 47 Selsiya gradusdan oshadi. Yozdagi kecha kunduzning temperatura farqi intayin cho'ng bo'lib, dunyodagi eng tatlı meyvelerinin pişiği faydalı. Mesela Turpanның üzümü, Qumulның qoğunu, Aqsuның alması, Torunның nəşbiti, Qotelның çilini, Yelkenның bademi, hatta pomidorun var. Statistikaga qaraganda davlatimizga 90% pomidor Şinjandan chiqadigan. Yaponiyada kilosi 100 yuanlik tavus bizning Şinjanda 1 yuan. Ta'mini men demasam-mu bilasiz. Bundan başqa dunyoda oz topilgan boylik kan zapisi intayin ko'p. 138 xil oz uchraydigan metallar bor. Ko'kto'qay, mol, olmos, yoqut boyligi bilan Sovet ittifoqidagi davlatimiz qarzining 47%ni qaytargan. Şinjanning vatimiz uchun qo'shgan to'hfasi intayin cho'ng bo'lsa-mu, hech qachon boshqa o'lkalar bilan baslashib boqmagan. Sizmi menga o'xshash Şinjanlik bo'lganingizdan faxrlanamsiz? Ondaqda bu videoni do'stlaringizga avatib qo'yishni unutmang. Men Zuhra, dunyoning texnik go'zal joylariga qiziqsangiz, menga ergashib oling. 抖音